Aka olsin, mana do'stlar, bitta firmamiz o'zi 2,5 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'tarar ekan. Eng qizig'i 100% ishlarga javob berishar ekan. Uzunasiga keladigan bo'lsa, uzunasini Amerikagacha o'rqib beramiz deyapti. Ushbu joyimiz 200 metr, eni 14 metr bo'ladi. Общий kilovati 2800 kilovat joyimizga zo'r qilib akalarimiz yopib berishgan. Buni masalan konteyner profildan tom yopish xizmati bo'ladi. Qishki qoridan, shu yozda shamolidan, bahorda issig'idan, hamma yoqdan saqlaydigandan bo'lib 100% ishlarga javob berishadi. Eng zichi 1 metrdan boshlab turib, u yog'iga ketaveradi. 1 kilovatning narxiga keladigan bo'lsak, 150 ming so'mdan boshlab 320 ming so'mgacha bo'lar ekan. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'ladi. Dastavka, ustanovka, servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati, usta haqqi, ichishini-yu, yeb-ichishini ham hamma yo'g'ini o'z ichida qilib berar ekan. Faqatgina sizdan talab qilinadigan narsa yotog'ini qilib bersalar ham bo'ldi ekan. Agar foydangizni oldim desalar ham bonus tariqasida mana bunday shipper yoki tunikasini olib bersalar, qatirish hamma yo'g'i bepul, kraskasigacha sachishni bonus qilib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, shunaqa konteyner profildan tom yopish akalarimiz nomerlarini pastga qoldirdik.